iMovie bu Apple tomonidan ishlab chiqilgan videoni tahrirlash dasturi bo'lib, Mac va iOS qurilmalarida ishlaydi. Juda qulay va interfeysga ega bo'lib, foydalanuvchilarga professional darajada videolarni yaratishga yordam beradi. iMovie'ning eski versiyasi, ya'ni 2.2.8 versiyasini batafsil ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, iMovie'ning 2.2.8 versiyasida shunaqa animatsiyalarga ko'zingiz tushadi. iMovie'ning yangi versiyalarida ham shunaqa animatsiyalar bor, ammo qisqa sekundlarda, ya'ni 0.4, 0.5 1 sekundgacha bo'lgan video dublikatlarini bunaqa animatsiya darajada yasab bera olmaydi. O'shaning uchun eski iMovie'ni ko'p odam so'raydi. Shunga o'xshagan pullik va mod ilovalarni yuklashni xohlasangiz, Instagram profilimizda silka bor. Telegram kanalimizga o'tib, bemalol adminga yozsangiz, skidka narxda shaxsiy sertifikat tayyorlab beradi.